İnsanlar hozirgacha yer sharida mavjud bo'lgan birdan-bir aql farosatga ega hayotliq. Biz mo'l hissiyotga, alohida bo'lgan aloqalish usuli hamda ilg'or fan texnikaga ega. Ma'lum nuqtadan aytganda, insonlar hozir hayotlik zanjirining yuqori pallasida turyapti. Lekin tabiat oldida bizning yanala qarshilashish iqtidorimiz yo'q. İnsanlar yanala nayt ojizdek ko'rinadi. Bugun biz birlikda tabiat ichidagi vayron qilish kuchi nayt cho'ng bo'lgan qora qo'yin bilan tanishib baqaylik. 1925 yili 3-oyning 18-kuni bir maydon vayron qilish xarakteridagi qora qo'yin Amerikaning o'rta g'arbiy qismida yamradi hamda 695 odamning talafotga uchrashini keltirib chiqardi. Bu insonlar xotirlagan vayron qilish kuchi eng cho'ng bo'lgan qora qo'yin. 1936 yili 4-oyning 5 va 6-kuni Amerikaning janubiy va sharqiy janubiy qismi o'xshash vaqtda qora qo'yinning hujumiga uchrab 400 odamning o'lishi kelib chiqdi. 2011 yili 5-oyning 22-kuni Amerika Missuri shtatidagi Joplin rayoni qora qo'yinning hujumiga uchrab 158 odamning o'lishi kelib chiqdi. Yaqinda, ya'ni 2019 yili 7-oyning 3-kuni Leoning o'lkasi Kayvan shahrida qora qo'yin ofati yuz berdi va 6 odamning o'lishini, 100 dan ortiq odamning yaralanishini keltirib chiqardi. Qora qo'yinning vayron qilish kuchi intayin cho'ng. U besib o'tgan joydagi hamma narsani ichiga tortib pirqiraydi, ondan bo'shliqda nayt qattiq tashlaydi. Undaqda qora qo'yin zodi qandoq shakllanadi? Qora qo'yin bo'lsa, kuchli konveksiyalik havo rayning mahsuloti. Yoz faslida quyosh nurining tik tushishi sababidan yer yuzi haddidan ortiq issiqlikni o'ziga sumirib oladi. Yer yuzidagi suv tarkibi ziyoda ko'p parg'aylanadi. Hamda yer yuzi radiatsiyasidan bo'lgan yuqori temperatura yer yuziga yaqin bo'lgan havo va suv tarkibiga nisbatan qizitish va kengaytish elib berib, yer yuzidagi havo zichligi egiz bo'shliqdagi havo zichligiga qaraganda tuvan bo'lishini paydo qiladi. Yer yuzidagi havo yuqori o'rlashga boshlaydi. Egizdagi sovuq havo bo'lsa, tuvanga o'ltirishga boshlaydi. Temperatura farqi bak cho'ng bo'lgan vaqtda yer yuzidagi havo bilan sovuq havoning so'qilishimi nihoyat shiddatli bo'ladi. Ondan keyin vertikal yuqori o'rlash tezligi bilan takshi kasma o'zgarishi bo'lgan shamolning o'zaro ta'sir ko'rsatishi sababidan yuqori o'rlagan havo oqimi pirqirashga boshlab, havo aylanmasi, ya'ni siklon shakllanadi. Siklon uzluksiz kuchaydi. Siklon yer yuziga uzargan vaqtda qora qo'yin shakllanadi. Statistikaga asoslanganda qora qo'yin ofati har yili yer shariga necha milliard dollar iqtisodiy ziyon olib keladi ekan. Agar siz dalada qora qo'yinga uchrasangiz, cheklik vaqt ichida toksimi, yuqori besimli tok hamda dal-daraxtlardan yiroq turishingizni, amal bor yer shakli bir qadar past rayonlarni tepishingizni hamda yerda yetib olishingizni tashabbus qilaman. Agar uy ichida bo'lsangiz, derazlardan yiroq turishingizni, amal bor bo'ling shakllangan joylardan o'zingizni qochirishingizni tashabbus qilaman. Esingizda bo'lsin, hargizmi mashina ichiga kirib olmang. Undaqda qora qo'yinga munosabatli ko'pchilikning yana bildiganlari bormi yo'q? Bo'ldi, bu qitimliq mazmun oxirlashdi.